Yashnobod tumani Boysun 1-tor ko'chasida 3 sotuli hovlimizni sizlarga taqdim etamiz. Paradniy vходdan kirib kelishlarimizda katta vyezga ko'zimiz tushadi. Chap qo'limizda letniy kuxniyaga joyimiz qoldirilgan. O'ng tomonimiz bo'lsa zelenoy zona. Xonadonimizning ichki obzoriga to'xtaladigan bo'lsa, neoklassik formatda remont qilingan, полностью теплый pollar bilan jihozlangan, dekorativ oynalar qo'yilgan, kamera nabliyeniyamiz mavjud. Birinchi navbatdagi ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxonamiz. Vысотаlarimiz 3,5 metr. Navbatdagi xonamiz gostinniy xonamiz, ya'ni mehmonlar kutadigan xona. Har bir xonalarimizda sirkulyatsiyalarimiz mavjud, oynalarimiz bor. Birinchi yotoqxonamiz o'rtoqlar, remontlariga juda ham chiroyli urg'u berilgan, hozirgi modifikatsiyada qilingan o'rtoqlar. Navbatdagi xonamiz ikkinchi yotoqxonamiz va o'zini собственный санузeli. Har bir xonamizda освещение, подсветкалар bilan jihozlangan. Bu xonamizdan chiqib olishimizda общий sanuzelimiz, ya'ni ikkinchi sanuzel hisoblanadi. Bu sanuzeldan chiqib kelishimizda navbatdagi yotoqxonamiz va o'zini собственный санузeli. Bu xonamizdan chiqib kelishimizda oxirgi yotoqxonamiz, ya'ni 5 ta xona, bitta gostinniy, bitta oshxona va 4 ta yotoqxonadan iborat va 4 ta sanuzel. Oxirgi yotoqxonamiz. Umumiy maydoni 3 sotu, yashash maydonimiz 160 kvadratdan iborat ushbu xonadonimizning narxi 195 ming AQSh dollari belgilandi. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.